Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Bugun Kaminat bozoridamiz. Bu tomonimizda Jenskiy o'sha Optum tarafda sizlar biladi. Marg'ilon shahrining Kaminat bozoridamiz. O'yinchoqlar olami haqida suhbatlashamiz bugun. Juda foydali bo'ladi degan umiddaman. Ko'pchilik farzandlariga o'yinchoq axtarib yurishadi, o'yinchoq o'ynashadi. Hali o'yinchoq ba'zi bir ota-onalarga juda qimmatga ham tushadi. Endi shuni sababidan bitta chiroyli video qilib qo'yaylik deganim sababimiz ota-onalar uchun arzonroq tushsin degan maqsadda video qilyapmiz. Bu akamiz ismlari Abduvohid aka ekan. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hop, manzil o'sha Kaminat bozori orqa tarafida. Optum desalar ham tushunadi. Optum Paypal bozori taraf desalar ham bemalol bo'laveradi. Hop, mana ichkarini ham bir qator aytib o'tamiz. Abduvohid aka bir qator narxlarni nima qilib berasizmi? Hozir mana qiziq narsa chiqib qoldi. Juda ko'plarning narxini yozilgan ekan. Mana bu yerda vertolyotcha bor ekan. Mana buni bir ko'rsatib o'tyapmiz. Juda chiroyli, pultli ekan. Narxi 64.000 so'm ekan. 64.000 so'm ekan. Juda bemalol pulta boshqarsa bo'ladigan chiroyli, yaxshi buyum ekan. Ko'rishlari mumkin. Yana bitta narsa, bolajonlarimiz uchun, ayniqsa qizchalarimiz uchun chiroyli o'sha oshxona mahsulotlari, ham tarbiyali. Oshxonada qanday ishlash, oshxonada qanday qilib bir o'sha qanday terishlar, idishlar terishlarida ko'rsatib beradigan o'yinchog'imiz hisoblanar ekan. Hop. Buni narxi adashmasam 98.000 so'm ekan. 98.000 so'm ekan. Juda chiroyli narsa ekan. Bemalol o'sha bolajonlarimiz, ayniqsa qizchalarimiz uchun foydali o'yinchoq hisoblanar ekan. Hop. Yana nimalar? Mana har xil o'yinchoqlar, har xil bir multfilm qahramonlari bor ekan. Narxlari juda arzon ekan. Men o'zim ham misol farzandlarimga mana shu yerdan olaman ko'proq. Foydali bo'lsin deb sizlarga video qilib ko'rsatyapmiz. Abduvohid aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Salom. Bolajonlarga foydali bo'lgan o'yinchoqlar haqida bir qator taxtali o'yinchoqlarimiz bor, harflarni o'rniga qo'yadi. Imkoni bo'lsa narxlarini ham aytib o'tsangiz. Xo'p, buni narxlari bularni 35.000 qilib beramiz. 35.000 so'm. Bolalarga misol uchun ham rangda ajratadi, ham harfni o'rganadi, ham hayvonlarni mana shakli tushirilgan. Misol uchun bunaqangi mana hayvonni ham ajratib oladi. Har xil hayvonlarni tanib oladi shu bog'xonada. Xo'p, bunaqangi nimalarimiz bor? Xo'p, qalam naborlarimiz bor. Mana qalamlari maktab o'quvchilari olsa ham bo'laveradi, bog'cha bolalar olsa ham bo'laveradi. Bunaqangi mana katta asarda qalam, katta asarda komplekt hisoblanar ekan-da buni qanday qilib ochib turib mana o'ynaveradi. Mana yerda qo'yib olib, makka qo'yib olib chizadi, ba'da mana flamaster. Flamaster, ikki xil qalami bor, mo'y qalami, oddiy qalam, flamaster, metta kraska, kile, o'chirg'ich, chiqarg'ich degandek hamma yo'llari bor. Lekin skripka degandek hamma yo'llari bor. Chiqarg'ichlargacha bor ekan. Mana yerda karralari bor ekan, karrayot emassa. Bemalol hayvonlarni ham rasmini joylashgan. Narxlariga keladigan bo'lsa 65.000 so'm. 65.000 so'm narxi ekan. Hurmatli obunachilar, telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Abduvohid akamga bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. O'sha mandaqangi miyani rivojlantiradigan qanaqa miyani nimalarimiz bor? Qani? Bunaqangi mana 3D puzzle'larimiz bor. Mana bunaqangi yasaydi. Mana shu maket yasab chiqaradi. Bu maket. Buni narxi necha? Boshqasida boshqacha rasm chiqadi. Uyda har xil rasmlari, binolar. Har xil mana misol uchun meta yana boshqacha mana bino. Buni bundaqangi mana. Bunaqangi narsalari bor. Buni narxi necha pul ekan? Buni narxi 8.000 so'm.
8000 so'm. Keyin bunaqangi hop. Harflar bor, magnitda bag'i po'kay bo'ladi, ichi orqasi mana magnit bo'ladi, magniti bo'ladi. Mana shunaqangi nimalar ham bor. Misol doskaga qo'yib o'ynasa bo'ladi, temir joy bo'lsa yopishtirib o'ynasa bo'ladi. Ha, harf tergani yaxshi bo'larkan-a buni. Harflar tergani yaxshi aka bular. Ha. Endi Nobodda aka bitta narsa borki, savol paydo bo'lishi mumkin. Biz ham misol foydalansak, misol olib sotadigan bo'lsak, optimga qanaqa endi bu? Optimga kelishadigan joylari bor, tushib beradigan joylari bor. Bemalol kelib nima qilishaveradi. Bunaqangi tennisning raketkalarimiz bor mana bolalar. Ko'proq sportga shug'ullanishga yaxshi. Uyda oddiy, bu endi professionallarga emas, oddiy nima? Bu 12000 so'm. 12000 so'm ekan narxi. Narxi 12000 so'm. Xo'p, keyin bunaqangi mana 3 yoshdan katta bo'lgan bolalar uchun bog'chalarga olishadi. Misol uchun bu ham hozirgina boshqacha ko'rinishi. Ha. Harfli. Harflarni o'rganadi, sonlarni o'rganadi. Xo'p, figuralarni o'rganadi. Misol uchun 4 burchak, 3 burchak, 6 burchak, yumaloq, shunaqa plus, minus, ayru, teng degandek. Buni narxi necha pul? Bular narxi xo'p sizlarga xo'p 58 ming qilib beramiz. Bunaqa tevada bunaqa qarmoqlari bor, bunaqa baliqlar bor, bunaqa baliqlarni bunaqa qilib qalmoqda tutadi mana. Subhanalloh. Juda chiroyli chiqqan ekan. Xo'p, keyin aytdim, misol domiklarimiz bor, 58 ming so'm beramiz. Mana bunaqangi domiklarimiz bor mana, bunaqangi mana bolalar. Bular arzon deganlari uchun. Arzon, misol uchun bularni misol uchun bog'chalarda tug'ilgan kunlar bo'ladi, bolalarga sovg'a qilib bergani ham yaxshi ketyapti bular. Sovg'alarga ham yaxshi ketyapti. Bularimizni 13 mingdan qilib beramiz misol uchun. Ichida har xil o'yinchoqlari bor. Mana usti nima domik, ichlarida har xil o'yinchoqlari bor. Keyin Abduvohid aka hozir bitta gap. Manzilni tushuntirib o'tsangiz, Kaminat bozori Optim tarafida. Kaminat bozori Optim qatoridan bitta oldingi qator. Abduvohid akami o'ncha magazinlari qaysi desa hammasi aytib beradi. Hammasi aytib beradi. Mana bitta yo'lda ham nima syomka qilsangiz bo'ladi. Yo'lda bir qator aytib o'tdik. Hurmatli obunachilar, like bosinglar videoga. Video cho'zilib ketmasligi uchun o'sha qisqaroq qilaveryapmiz. Keyingi videoyimizni ham aynan o'sha o'yinchoqlar magazinidan qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.